Demak, yuqoridagi hadislardan namozdan keyin tasbih, tahlil, takbir aytishlik sunnat ekanligi ma'lum bo'lyapti. Shuning uchun tasbih aytmasdan chiqib ketayotgan ukalarimiz sunnatga amal qilyapmiz demanglar. Sizlar shu ishni sizlarga o'rgatganlarning sunnatiga amal qilyapsizlar. Endi namozdan keyin oyatul kursini o'qishlik sunnat ekanligiga mana dalilimiz. An Abi Umamah radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam man qara'a ayatal kursi dubura kulli maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Rawahu an-Nasa'i. Imom Nasa'i rivoyat qildi. Abu Umamah radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: kim har bir farz namozdan keyin oyatul kursini o'qisa, uni jannatga kirishdan faqatgina o'lim to'sib turadi.